Hurmatli kuzatuvchilar, bu yoqdan kelishimizda Mingbuloq Jamashu tomonidan kelishimizda akalar xudo xolasa chap qo'llaringda, ya'ni radardan o'tgandan keyingi joy. Bu yog'i Namangan shahar shu Andijon Baliqchi tomonidan keladigan aka-ukalarimizga xudo xolasa o'ng qo'llaringda yo'lni bo'yida joylashgan qo'y fermadamiz. Ya'ni Rahmatjon aka arzonchini qo'y fermasida. Akalar, videoni oxirigacha tomosha qilasizlar, biz to'liq ma'lumotlarni siz arzonlarga yetkazib beriladi. Assalomu alaykum. Ismoil Uz kanali obunachilar, chorvash qo'zlari, qo'zi qo'yish qo'zlari. Hurmatli obunachilar, bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishloq Shovonda o'sha optimchi arzonchi Mahmudjon akamizni qo'y fermasidamiz. Hurmatli obunachilar, bugun 19-oktyabr. Hafta kuniga yakshanba. Barchangizga dam olish kunlaringiz xayrli va omonatli o'tsin deb bugungi video syomkalarimizni keyingi qismlarini boshlab beramiz. Boshlaganda ham akalar, mana bunaqa Qirg'izistonda Arashan Idilboy zotli qo'chqorlardan zo'ridan boqaman degan aka-ukalarimizga tavsiya qilamiz. Chunki akalar, qo'ylarda oyoq qo'li uzun, holat ideal. Tikka dumba, rakitchi dumba yaxshi narsalar ekan. Akalar, to'liq ma'lumotni olib berishga harakat qilaman. Mahmudjon akaning shaxsan o'zlaridan siz aziz obunachilardan bitta iltimos, bir dona laykni bosib, video boshidan qo'llab-quvvatlab kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib turasizlar. Chunki Mahmudjon akamiz ham har doimgidek arzon, chiroyli. Chunki akamizda qo'ylar soni ko'p. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Yana so'rashib qo'yaylik. Obunachilar, assalomu alaykum. Yana sizlar jonlaringga tegishni boshladim. Zeriktirishda. Xudo xolasa, Bobirjon 300 ga yaqin qo'yimiz bor-ku. V1 ko'p. Narxini shu video mobaynida aytavering-a, hozirdan aytib qo'ymayman, qiziq qolmaydi. Qiziq qolmaydi. Bo'ldi. Video mobaynida aytaveraman. Zo'r. Buni to'liq ma'lumotni beramiz, aka, bizni obunachilar zeriktirmaysiz. Shunday. Sababi aka narx arzon qo'yib bergansiz hozirgacha. Bugun ham xudo xolasa sizdan shu arzon narxlar chiqaramiz, aka, xudo xolasa qo'ldan kelgancha. Bo'ladigan savdo. Endi biz savdo bilasiz, tas gapiramiz, bo'ldi. Shunday. Munchadan beri o'tib bering. Videoda oldin rasman maslahat qildik, aka. Shu narxga tushdik, xudo xolasa obunachilarimiz bahosini berib olib so'radi. Bo'ldi, ma'qul. Xo'p, aka, soni nechta bu yerda? Soni 30 bosh-ku. Soni 30 dona. Yosh o'yligiga qanchaga aytamiz? Yosh o'yligiga 7 oy nari beradi. 7 oylik, 8 oylik ham bor ichida. Xo'p, to'g'ri. Hurmatli obunachilar, 4 oylik qo'zi qolmadi hozir. Shunday, mana bunaqa cho'g' sohalarga bitta e'tibor bersangiz, o'zi mayda chuda qo'chqormasligiga ahamiyatni berib olasiz. Keyin mana kalla boshlarga ham e'tibor bering. Oq yuz, oq quloq. Yaxshi qo'chqorlar so'z bilan aytganda. Keyin oldi keti, yelka kengligi yaxshi. Faqat akalar ozgina sababini qilib, ozgina boqasiz. Ular dalavatini qilasiz, xudo xolasa akalar. Chiroyli daromad bo'lasiz. Xo'p, yerda balandligini aytamizmi aka? O'lchaveramiz. O'lchaveramiz, mana tayyor metr bor, shu alak qilib. O'lchab ko'rsatib beramiz. Ushlab. Liboyni o'sha akangni ukasi. U qo'y tanlama. Qo'yni past ham 70 qo'yadi-ku, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, bo'ynidan ushlama. Bu qo'ylaringizda 70 ta qo'yni o'zi yo'q. Bu qo'yingiz aka 80 nari berdi qo'y ekan bu qo'y. Yana qaysini ushlaylik? Liboy bitasini ushlayversin, Liboy bitasini ushlab. Bo'yniga ehtiyot bo'lgin. Bo'ynidan ushlamagan ham qo'ydi. Bu obunachilarimiz ko'rib noto'g'ri tushunadi-ku. Yana boshlayapsan. Xo'p. Hurmatli obunachilar, yerdan balandligi 76 sm ekan. Hurmatli obunachilar, balandligiga qaraganda uzunligi uzun, holati yaxshi qo'shqor ekan. Bitta o'tganda ko'ring-da, holati haqiqatan zo'r. Jonim ashib ketayotgan qo'y ham zo'r ekan. Xo'p. Rahimjon aka, yeb ichariga kafolatini beramiz aka. Yeb ichariga bir hafta bemalol boqishaveradi. Bir hafta 10 kun bemalol bo'lasiz, xudo xolasa akalar. Eng asosiy tikka dumba, rakitchi dumba, go'sht boqadigan. Keyin ichida zot yo'nalishi ham juda ko'p chiqadi bular. Keyin bunda Bobirjon, uzr gapingizni bo'ldim, qo'yda hammasini ko'ring. Qo'y dalavatchi. O'zini tikanak bosib qo'yganda qo'ydi. Ko'rishaversin. Boqadigan tikka dumba, meni boq deydigan qo'ylar. Xudo xolasa. Lekin narxini ham zo'r bo'ladi. U zo'r bo'ladi. Qo'yim bir Arashan Edilboy ekan deb narxini bir baland narx aytmayman og'ayna. Nechta qo'yamiz aka? Narxinimi bo'ladigani gapiraman. Bitta gap. Men shu 30 bosh og'ayna. Bekzod qo'ylarni hammasini yiqqimda, qo'yda ham ko'rishsin-da og'ayna. Mana 30 ta. 30 ta. Tez bo'l Bekzod. Nechta qo'yib beramiz 30 tasini o'ziga? 30 tasini nari berisi yo'q, keling. Qani bismillah. Qani bir joyga olishadi, xudo xolasa Samarqandgacha yetkazib beraman-ku. 3 million 700 dan kami bor demayman. Ozgina xayriga o'tib beraman. Xayriga. Bir joyga olsa 3 million 700 dan ozgina xayriga o'tib beraman. 30 tasini dastlabki Samarqandgacha. Samarqandgacha yetkazib beraman. Avvalo 12 ta viloyatga yetkazib beraman. Savdo mobaynida kelishamiz-ku. Gap yo'q. Bor ekan, yaxshi barakda bo'lsin. Hurmatli obunachilar, holati yaxshi, tikka dumba, rakitchi dumba, oyoq qo'li uzun, yaxshi qo'ylar.
so'z bilan aytganda boqib chiroyli sababini qiling, xudo xohlasa akalar, yaxshi rezultatga olib boradi. Mana bu qo'chqorlarni ko'ring, mana quloqlariga bir e'tibor bering akalar. Qo'ylar zo'r qo'ylar, faqat dalavaj. Aytyaptilar-ku, dalavaj. Yemini yegishni boshlasangiz akalar, shu birpasda 1-2 oyda o'zi qo'ylar normalligini yetib olib, yaxshi daromadga olib keladi. Hammasi dumbalarni ko'ring-da, dumbalari ham tikka dumba-da. Hali osilib qolgan bir yalpi dumba emas. 4ta, 5ta olishsa-chi aka? 4ta, 5ta olishsa ham plyusga kirib qoladi. Ha. To'g'risi-da. Plyusi bor, ha. Minusi ham qilib beramiz endi. Yana o'zi minus narxida aytyapman, og'ayni. Ya endi eng pasdan siz ham endi plyusga degandan keyin chipcha chiqarib bering-da biz obunachilarga. Bo'ldi, bir 6 tasini chiqarib beraman. Uzoq 6 ta bo'lsa, bo'lmasam 4 ta qo'yim desam, maydarog'i bor. To'g'risi gapda 71-72 chiqadiganlari bor-da. Shuni 3600 dan oxirisi. 3600 dan qilib beraman. Endi tanlab olishini plyusi bor, kelishamiz. Chunki buni ichida katta narsalar ham bor-da. Zo'r. Hammasini olishsa, xayriga yo'l qo'yamiz. 700 dan xayriga yo'l qo'yamiz. Zo'r. Hurmatli obunachilar, xudo xohlasa oyoq qo'l uzun imkoniyatingiz bo'lsa, tepasiga kelib ko'ring. Qirg'izistonning qo'chqorlarini boqqan, tarbiya qilgan aka-ukalarimiz bilasizlar. Tez rivojlanadi. Yaxshigina o'sadi. O'sha metr tepasida kilo ham 150 kilo, 160 kilogacha ves oladigan qo'chqorlarimiz. Lak bosib qo'llab-quvvatlab turing avvallar. Oldinda partiyalarimiz serob, akalar bir yaqin 300 bosh abada qo'chqorlar bor. Endi imkonimiz boricha video syomkasini qilib yetkazib berilaveradi. Hurmatli obunachilar, keyingi partiyasiga akalar yana ham sekin yuraversin, qo'ylarni degan aka-ukalarimizga xudo xohlasa. Qo'ylar charchovda. Narxi yengil arzondan sekin sizlar obunachilarga optim joylardan ko'rsatish davomini aytaveramiz xudo xohlasa. Eng asosiysi akalar, qo'chqorning holati yaxshi. Imkoniyatimiz tepasiga kelib ko'rasiz. Buni kalla boshlariga qaraganda, bekorga kalla boshlarini syomka video qilinmaydi akalar. Qo'ychi odam kalla boshiga qaraganda bilib olaveradi qo'ydi, katta kichikligini xudo xohlasa. Xo'p, Mahmudjon aka soni nechta aka buni? Bularning soni 32 bosh. 32 dona. Qo'chqor. 32 dona. Pichmalari yo'qmi aka? Tekshirilganmi? Yo'q, xudo xolasa pichmasi yo'q. Agar chiqib qolsa olib ko'ramiz og'ayni. Lekin hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Xudo xolasa akalar hammasi qo'chqorcha, pichma arg'ochcha. Chiqib qolsa ham navoda akalar o'zlari olib qo'yib undan qo'chqorni qilib berishaveradi xudo xolasa. Yoshligini qanchaga aytamiz aka buni? Ular ham shu. 7 oy nari beri, bir 8 oylik bo'lmasa kerak, bir 6 oy, 7 oyda. Yerda balandligini qanchaga aytamiz? Mana yerda balandligini 75 plus minusi ham bor, 70 ga ham beraveramiz. Farqi yo'q. Uni farqi yo'q. 70 plus har qalay. Eng asosiysi narxida aka. Narxida gap. Eng asosiysi narxida. Narxida. O'g'illar qo'ydi yaxshisi, zo'rini, oyoqlisini olaman degan akalarimizga oyoq qo'l uzun variantidagi qo'chqorlarimiz. Shu haligi semiz qo'y olmayman men shu 1 yil berilib zakona qilib boqaman, bo'lmasa nasib bo'lsa qurbonlikqa boqaman deydi obunachilarimiz edi bu qo'ylarchi. Hammasini qarang, dalabashda og'ayna. Boqsangiz yeyman deb yana tashlanib turadigan qo'ylar. To'g'ri. Tag'in bu qo'ychi hammasi charchoq. To'g'ri gapda, kecha kechqurun kelgan hammasi. Hali charchoq chiqqan yo'q. Yo'q, hali hurmatli obunachilar, shu narsani guvoh bo'lganlar, bu qo'ylar 1 hafta 10 kunda shunday o'zgarib qoladi, haligi charchoq chiqib bo'ldiriylashib, yana ham haligi svijilash 60-70% o'zgarib ketadi qo'y 1 haftaning ichida-chi. Chunki bular sinovdan o'tgan, biz o'zimizda ham keladi, misol uchun damini og'zini charchog'ini chiqarsak yaxshi-yaxshigina rezultat ko'rsatavergan, lekin Mahmudjon akamizga keladi, ketadi akalar, to'g'ri tushunsa 1 kun 2 kun nari berib sotilib tugab, o'rniga yana yangilari kelib, xullas bu yerda aylanaveradi. Mahmudjon aka, narxini nechga qo'yamiz aka? Buni narxini uka, keling. Nari berish yo'q, so'ramiz bo'yicha yo'q. 3600 dan narigilardan 100 ming so'mdan orqasi bo'lyapti. 3600 dan bir joyga olsin, xudo xolasa bu ham Samarqandgacha yetkazib beraman. Besplatni, Samarqandga. Besplatni yetkazib beraman. Hurmatli obunachilar, 3.600 ming so'mdan. Olishga, tanlab olish, shuni patchasidan uka, bunday qo'ylarni yirigini olaman deb bunday qilib patchasini tortsa, plyusi bo'ladi. Uka o'zing chiqazib bersa, buni ham bir 4 dona, 5 dona minusi bor. Ochini aytaverish kerak-da, ma'lumda buni ham aytib deganda. To'g'ri. 5 dona minusini chiqazib beraman uka. Akalar qo'ydi qarang. Janolar hammasi kallagini ko'ring. Zo'r narsa ekan janolar. 3.600 ming so'mdan akalar 42, 43, 4, 38 mikin qiladigan gapni o'zini keragi yo'q. 3.600 ming so'mdan 32 tasini bir joyga olaman desangiz, magazin bahosi emas bu. Xayriga yo'l qo'yamiz aka. Xayrisiga aka. Kam emas, xayrisiga olmas, vaqtdan o'tib beraveramiz og'ayni. Hurmatli obunachilar, summasidan ozgina xayrini qilib berilaveradi. Bo'ladigan savdolar qilamiz, faqat laykni bosib, qo'llab-quvvatlab turasiz akalar. 3.600 ming so'mga endi mana shu qo'chqorlar arzonda, dangali. Imkoniyat bo'lsa, mana shu yo'lni bo'yida joylashgan qo'y fermamiz. O'sha video boshiga ham qo'yib beraman. Kelib ko'rib oling.
Kelib ko'rib oling, yoqadi qo'ylar. Chunki suyagi yirik qo'ylar-da akalar. Tanlab olsa-chi endi aka? Tanlab olsa bunday Pilusda shu Ha. 100 ming pilus. 100 ming plyus. Bir 200 ming demayin. Ha, Qo'yimgacha katta baho beravermayin. Arzon aytdim, ustiga yana 100 ming, 200 ming pilus qo'yay demayin. 100 ming so'm pilus og'ayni. 100 ming so'm minus. Ha. Men aytgan qo'yga bir 5 donami o'zi chiqazib beransa 100 ming so'm minusi bor. Ha, shunday. Zo'r. Yana hammasi minusga so'rab olishmasin deyman-da. Hurmatli olmasa 100 ming so'm plyus, 100 ming so'm minusga bemalol xarid qilsangiz. Endi mana bu qo'ylar ham o'z jonivorni ko'ryapsiz, uzunligini ham. Sal o'zi 1 metr chiqyapti. Xudo xohlasa uzunligi uzun, holati ideal, yaxshi qo'y. Ey, bir cho'cho. buzuq. Endi buzuqda suyagi buzuqchalik, qo'yni o'zini buzuq ekan, kasal ekan deb o'ylamang aka, suyagi buzuq, ya'ni bo'yiga qaraganda uzunosi uzun, 50 yaxshi qo'ylar xudo xohlasa. Like bosib qo'llab-quvvatlab turing akalar. Oldinda partiyalarimiz serob, xudo xohlasa chirollab ma'lumotni olib berishga harakat qilaveradi. Hurmatli obunachilar, xudo xohlasa keyingi partiyasiga oyoq qo'li uzun-uzunidan, yirigidan boqaman degan aka-ukalarimiz uchun pullar olib qo'yilgan yemga tayyor variant. Og'alar so'z bilan aytganda, xudo xohlasa chiroyli qilib sababini qiling, yaxshi daromad qilasiz. Akalar, sizga yaxshisini ilinama, yaxshisini tavsiya qilib ketaman har doimgidek. Oyoq qo'li ham uzun, gazi ham baland, har tomonlama kelgan. Eng asosiysi qo'shqo'llar ko'ring, hammasi o'zini bosib olgan, patillab o'zini aqirib, baqirib, bir-biri bilan suzishib, unaqa bir-birini bezak qiladigan jonivorlar xullas. Xo'p, aka buni soni nechta buni? Buni soni hozir dangal sanab beramiz, to'g'risi gapda. Ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 bosh ekan og'ayni. Soni 16 bosh akalar, qo'chqorni holat haqiqatan zo'r ekan jonivorlar. Imkoniyatingiz bo'lsa, bir joyga olib boqing, bir joyga olib boqib, chiroyli yem hashagini berib, vaqti bilan qarab qo'ysangiz, xudo xohlasa akalar, yaxshi rezultatga olib kelaveradi. Bir mashinamni sotuvdim, shu pulini naqsh bilmayapman, ko'paytirishim kerak, eski mashinani o'rnini yangilashim kerak degan aka-ukalarimizga zo'r variant. Chunki to'g'ri, ozgina mehnati bor o'g'alar. Ozgina mehnatni qilib, sababini qilsangiz, yaxshi rezultat qilib beraveradi. Yosh oyligini qancha aytyapsiz shunda aka? Bu ham shu 7 oy, 8 oy bu. 6 oyligi yo'q menimcha. Xo'p, yerdan balandligini bitta o'lchaylik shu qo'ylar. O'lchaylik. Ha? Bekzod o'sha. yana bir qiziqishi bo'ynidan ushlaydi-da, qo'ydi yo'taltir, qiziqishga. Ha. Oldiga turib olsang. Hurmatli obunachilar, yungi yo'q endi ko'rib ko'rsa, bu uje salkam 80 ekan. Qo'ya bitta narsani aytayman. Ha. Mana shu metrdan bosh oxirigacha olib qo'ying. Ha. Ha, ko'rib olsin, ha, to'g'ri. Negativchi obunachilarimiz bor ekanda. Aka, 5 sant, 10 sant uchidan 40 qo'yibdi ham deyishyapti. Bu bo'lmang, unaqa harom-xor bo'lsangiz bor. Hech qachon sizga bunaqa Allohim mol dunyo bermaydi aka. Unaqa sizlar. Endi bu Xudo saqlasin. Endi ayting ko'rsatib qo'yapman-da. To'g'ri. 80 degan qo'ylaring unday, bunday sen. Men dangal to'y ham shu o'zimizdan chiqqan narsa-da, shu haligidan qaylagan viloyat aytma qo'ri. Shunday dedi aka, dedim, qaysi metrini ko'rdingiz dedim. Mana shu metrimni Telegramda, WhatsAppdan qilib, shuni video yozib qilib ko'rsatib qo'ydim o'ziga. Odamlar ham endi ba'zi bir odamlarga endi akalar hamma hali bo'lmag'irga bo'lishma degan maqol bor. Shunday aytilmaydi. O'sha katta-kattalarimiz aytib o'tishganda u gaplar. Aytadi, changga borsang kirib bo'lasan, qoch bolam deydi-yu. Hurmatli obunachilar, xullas so'z bilan aytganda oyoq qo'li uzun, holati yaxshi. Og'a endi buni puli bunday qilamiz. Keng. To'rt demayman. To'rtdan demayman. 3900 dan demayman. Mana bunachi 3800 dan bir joyga olsin. Voychi yo'q. Obunachilar sizlardan so'ramanlar, 10 ming so'm so'ramanlar. Bobirjon sizdan iltimos 10 ming so'm so'raman. To'g'risi gapda. Mana 3800 dan bir joyga ketdi. Lekin tanlab olishga pilyusi bor. Pilyusi bor. Ha. Og'alar 3800 ming so'm. Zo'rma. O'ta chiroyli. So'z bilan aytganda yaxshi. Yungi bilan bir qash yungi bilan emas, yungar olib qo'yilgan. Holat ideal. Zo'r. Tanlab olishga pilyusi bor akalar, xudo xohlasa like bosing, qo'llab-quvvatlab, kanalga obuna bo'lmagansiz obuna bo'lib qo'yasiz. Chiroyli narx, yaxshi arzonni olaman degan aka-ukalarga, oshna-og'aylarga videolarimizni ulashib qo'yishni unutmaysiz. Akalar, bizdan uzoqlashmang oldinda. Xudo xohlasa yana ham chiroyli variantlaridan bor. Uni ham siz aziz obunachilarga chiroyli ko'rsatib boramiz. Qo'y jonivor, qo'yni quloqini qarang akalar mana. Tozasidan, zo'ridan boqaman degan aka-ukalarimizga tavsiya qilib ketaveradi, xudo xohlasa. Maminjon aka, bu chiqargan partiyalarimizni hammasidan kuchli ekan, ochiqcha aytaman. Kuchli. Ha, hammasidan kuchli ekan. Yaxshi narsalar. Xolos yaxshi. Bu qo'ylarda maqtamayin, shu obunachilar o'zi ham ko'rishib baho berib olishaveradi. Xudo xohlasa. Lekin soni nechta buni o'zi? Soni 21 ta uka. 21 dona. 21 dona. Buni bunday qilamiz. Narxini, nari berisi yo'q.
shu nari sariqlab qo'ydimi 3.800.000 dan uka. Hop. Buni bo'lar deb turibman 3.800.000 dan yo'li bor. Ha. Mana. 8 dan Ha. ozgina xayri bor. Xayri bor. Zo'r. Mana. Hurmatli Ko'risi obunachilar, yaxshiroq. 3.800.000 dan xayri bor, lekin sariqlarga qaraganda kuchli qo'ylar. Qo'ylarda hamda bo'yini ham bir o'lchaveramiz. Ha, tepasiga kelib ko'ring. Sariq chiqargan qo'ylarimizga qaraganda kuchli. Holati yaxshi. So'z bilan aytganda ko'ryapman boshqa qo'ylardan, ajragandan ko'rinadi qo'ylar. Ko'rsangiz bo'laveradigan variant. Sirazi olib chiq Bekzod. Ehtiyot qilib olib chiqib baqa. Akalar, qo'y urishyapti, mashina bitta o'lchab, 380 ekan. Quloqni bitta o'lchak. Kolsaga qo'ying, kolsaga. Kolsaga qo'ying. Qulog'im bor. Mana 20 ekan deyarli. Mana, deyarli 20 akalar. Ne bir tushunda qilib, abrar akamda bir quloqlar ko'rinsin qo'ydi. Jonivor akalar. Qo'y haqiqatdan zo'r. Akalar, lekin yana qaytarib aytaman, Mahmudjon akam o'zi ham aytsin, lekin sariq chiqardi-ku bundan oldingi partiyalar o'g'lar. Unga qaraganda qo'y kuchlilik qiladi. Qo'y kuchlilik qiladi, faqat qora. Endi sariq ishqoziga, qora ishqoziga ketaveradi. Telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. 3.800.000 so'mdan o'tib ham beradigan joy bor Xayriga. Ha, Xayriga bunday-da. Aslida borib, uchamcha qo'ydan kuchli qo'y bu. Hop. Men kelgan narxga qarab sotaman-da. Arzonroq kelgan, zo'r sotiladi. Misol hamma qo'yim aslida arzon. Ha, iya, Endi albatta. arzonda yana bitta so'zi bor, darim. Savdogar tilida darim. Darim kelib qolgan bunisi. Xudo xolasa. Keling, sal yo'lida qo'yib beryapman buni-chi. Akalar, xudo xolasa telefon qilishga shoshiling. Chiroyli, arzon, yaxshi oyoq qo'li uzun gaz bilan. Bu qo'chqorlar o'sha boqadigan aka-ukalarimiz o'zi anchagina o'zgartiraveradi, rivojlantiraveradi. Chunki qo'yni holati yaxshi-da, suyakli qo'ylar, suyagi buzuq, zo'r qo'ylar. Tanlab olsa-chi endi? Tanlab olsa pilusi bor. Ha. Tanlab olsa qarab turing, 4 million deb turmayman buni-chi. Necha yo'li bilan bo'ladi. 4 million pastlash bitadi. 100 million pilusiganimi? Ha, 3 million Ya 100 million deb mana 100 ming so'mda. 100 ming so'm. 3 million 900 ming so'm ketaradi aka. Shunday ha, 100 million pilusi bor. Hurmatli onalar, 3 million 900 ming so'm. Ko'tarinki ruhda chiroyli. Nimaga? Chunki qo'yni qimmat qilib qo'ysa bor, qimmat qilib qo'ysa. Endi nima qilar ekanman deb savdogar ham tushkunlikka tushaveradi akalar. Chunki amalda o'ziga shu narx-navosi bor-da. Kelgan narxiga qarab qo'yilyapti. 3 million 800 ming so'm oyoq qo'l uzun, bo'ylarni ham ko'ringiz 80 pilis-pilisga olishadi, bo'ylarni. Bunimi 75 pilusga olsin. 75 pilisga. Chunki buni ichida yashirish kerak yo'qda, 75 ligi ham bor. Hop. Lekin yana bitta narsa, yana o'sha aybimda aytib qo'yin. Yo'g'i, qo'ydi aybini aytib qo'yin. Bundan ham 5 dona chiqarib beraman uka. 100 mingdan minusigachi. Xo'p, hurmatli onalar, endi mana shu yerda bir chiqib ketamiz. Mahmudjon aka doim mana shu ushagin. Mana shu qo'ydi ushagin. Mana. Orqamdan qilma. Mana shu. Qani? Yo'q, ota. Kichkinasini ushagin polvon, baqa kelmaydi. Eng kichkinasini Mana shu qo'ydi ushagin. Nima qilyapsan o'zing? Mana shu qo'ydi ushaka. Mana. Ushlab bering aka. Bekzod bo'ynidan ushla. Mahmudjon aka bitta odati bor. Bekzod ham charchaganda bu obunachilar haqqonliklar. Yo'q. Oldiga o'tdi. Xo'p, hurmatli onalar, bo'ylarni bitta ko'rsatib qo'yaylik-da. Mana qo'y bor, o'sha Oldida turchi, oldida. Qo'ydi oldida tursan, mana to'shini oldida turgan. O'zi avvalroq ishlasa bo'lardi. Xo'p, akalarni ko'ringlar, 76 santimetrda o'zi. Men anaga bordi, 80 santimda baland tursachi qo'y. Obunachilar kulib turib qabul qiladi-da. O'shani aytmoqchiman aka. Baland bo'lsa ham pastroq aytasiz. Borganda uyalib qolmaydigan qilib, to'g'rimi? O'shani aytmoqchiman obunachilar. Menga aytsa obunachilarga 65 ga 65 narxida bering. Xursand bo'laman. Men o'zim ham prosta Endi akani to'g'risi gapda 5 sant ordan aytsam siz aytdingiz-da, keyin obunachilarim chalib qo'yapti aka. Realni ish qilavering. Siz 5 haligi santi haligi bonusingizni obuna bo'lganlarimiz tushunadi dedingiz, to'g'rimi? Lekin yangi obunachilarimiz ular yolg'on gapiryapti, o'ylab qoladi dedingiz-da. O'sha. Men shuni doni guligacha qo'yyapman-da, uka. Gap bo'lishi mumkin, zo'r. Akalar, mana shunday. Sizlarga eng pastini o'lchatib ko'rsatib qo'ydim. Nimaga? Chunki qo'ydi oyoq qo'l uzun, holati. Akalar, realni video qilishga harakat qildim. Qo'ldan kelgancha haligi siz aziz obunachilar uchun xursand qiladigan yaxshi narsa bo'ldi. 3 million 800 ming so'm oyoq qo'l uzun, holati yaxshi, zo'r qo'chqorlar. Tanlab olishga 3 million 900 ming so'm. O'g'illar, shu bilan videolarimizni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'ling. Bizdan uzoqlashmang. Eng asosiysi, eng yaxshilari Ismoilizda. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling akalar.